Qandli diabetni uy sharoitida tushirsa bo'ladigan sinalgan top 3 ta usul. Assalomu alaykum. Sizlar bilan sizning sog'lig'ingizni sizdan-da ko'proq o'ylaydigan Bobur doktor. Do'stlar, hozirroq bu videoga bittagina o'sha laykchani ayamang. O'sha laykni bosish bepul, buni sizdan chiqarmang va bu layklaringiz menga ham pul olib kelmaydi. Buni bosish sizga o'xshagan aynan qandli diabeti bor insonlarga bu videoni yetib borishini ta'minlaydi. Bizga esa obuna bo'lib qo'ying. Keyingi videolarimiz, keyingi suhbatlarimiz, eng yaxshi maslahatlarimiz tezda sizga yetib borishi uchun hozirroq o'sha obuna tugmasini bosib qo'ying. Demak, birinchi usulga keladigan bo'lsak, bu siz xohlaysiz, xohlamaysiz, qandli diabet tashxisi qo'yilgandan keyin o'zingiz uchun bitta sport turini tanlab olishingiz kerak yoki qaysidir harakatlar turini tanlab olishingiz shart. Harakatlar nima uchun kerak? Siz xohlaysiz, xohlamaysiz, har safar ovqatni ortiqcha kaloriya bilan iste'mol qilasiz. Ya'ni siz yeydigan, ertalab masalan nonushta qiladigan bo'lsangiz, ertalabdan o'sha peshingacha kerak bo'ladigan kaloriyadan ortiqcha iste'mol qilasiz. Masalan, ertalab siz 400 kilokaloriyali energiya iste'mol qilishingiz kerak bo'ladigan bo'lsa, siz bemalol 600-700 kilokaloriyali energiyani iste'mol qilib qo'yasiz. Buni siz xohlasangiz ham kontrol qila olmasligingiz mumkin. Shu uchun ham shunchaki hayotingizga ozgina harakatlarni, ozgina qaysidir sport turini kiritsangiz, uni vaqtinchalik emas, bir umrga kiritish kerak. Sizni qonda qand darajangizni boshqarish uchun eng ideal yechimlardan biri bo'lib xizmat qiladi. Ikkinchisi esa bu ovqatni tanlash. Nimalarni o'zi iste'mol qilish kerak, nimalarni iste'mol qilmaslik kerak. Bu juda ham muhim. Har bir videoyimizda bu haqda gapiramiz. Hamma ko'rib chiqishingiz mumkin. Yuqoridagi bundan oldingi, bundan keyingi farqi yo'q. Hamma videolarimizda biz ovqat haqida gapiramiz. Nima uchun? Chunki qondagi glyukoza bu yegan ovqatimizga bog'liq bo'lgan ko'rsatkich. U osmondan tushib qolmagan sizga yoki yerdan o'sib chiqmagan yoki kimdandir yuqmagan. U virus emas. U biz yegan, iste'mol qilgan oziq-ovqat mahsulotlaridan hosil bo'ladigan biz uchun muhim bo'lgan energiyani ko'rsatkichi glyukoza. Biz ko'proq tarkibida qand saqlaydigan, uglevod saqlaydigan mahsulotlarni ko'proq iste'mol qiladigan bo'lsak, demak qonda qand darajasi balandroq chiqadi. Agar biz tarkibida uglevod, ya'ni o'sha qand saqlaydigan mahsulotlarni qancha ratsionimizda kamroq saqlaydigan bo'lsak, kamroq iste'mol qiladigan bo'lsak, demak bizning qondagi qand darajamizni shuncha me'yorida ushlashga yordam beriladi. Shu uchun ham ovqatlanish, ovqatni turini tanlash juda ham muhim hisoblanadi. Masalan, ertalab nonushtaga sut mahsulotlari bilan yonida meva, yonida shirinlik iste'mol qilib bo'lmaydi. Birinchidan, sutni hazm qilish organizm uchun juda ham qiyin. Sog'lom organizm uchun juda foydali, lekin qandli diabet tashxisi qo'yilgan, ayniqsa ikkinchi tur qandli diabetlarda insulin rezistentlik hisobidan, ya'ni insulin sizga keragidan ham ko'proq bor va u insulin shunchaki to'liq va aniq ishlamaydi. Ozgina uni hisob-kitobi qochib qolgan. Bitta insulin qiladigan ishni qandli diabeti bor insonlarda 2 ta yoki 3 ta insulin bajaradi. Agar siz sut iste'mol qiladigan bo'lsangiz, mana bu ko'rsatkich yana ham oshadi. Ya'ni 2 ta 3 ta emas, 5 ta 6 ta bo'lib ketadi. Sutning molekulasi shunchalik hujayraga kirishi qiyin proseslardan biri bo'lib hisoblanadi. Garmonik Plus klinikasi tomonidan dekabr oyida diabet va sayohat aksiyasiga start berdik. Ya'ni barcha viloyatdan qandli diabeti bor insonlar Garmonik Plusda davolanmoqchi bo'lsa, endilikda biz shunchaki diabet bilan yashashni o'rgatishdan tashqari, ular uchun individual muolaja, individual davo rejasini tuzishdan tashqari, Buxoro shahridagi barcha ziyoratgohlarni, Buxoro shahridagi barcha aylanadigan, dam oladigan joylarni ko'rsatib beramiz. Ya'ni sizda Buxoroni aylanish imkoniyati ham bo'ladi. Shunday ekan, siz ham sutni iste'mol qiladigan bo'lsangiz, buni o'zini hazm qilish qiyin. Ikkinchidan, yoniga shirinlik iste'mol qiladigan bo'lsangiz, u to'g'ridan-to'g'ri qonda qand bo'lib so'riladi. Uchinchidan, mevalar. To'g'ri, mevalar biz uchun juda ham foydali. U tabiiy fruktoza, tabiiy saxarozadan iborat. Lekin nima bo'lganda ham uni asosiy qismi bu uglevod. Ya'ni qonda qandga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi va bir nechta uglevodlarni bir martada iste'mol qilish mumkin emas.
bir nechta uglevodlarni iste'mol qilish faqat va faqat qonda qand darajasini ko'tarishga sabab bo'ladi. U qanchalik tabiiy bo'lishidan qat'iy nazar, u qanchalik foydali bo'lishidan qat'iy nazar, u qanchalik immunitetga yordam berishidan qat'iy nazar, ikkita, uchta uglevodni barovariga qabul qilish mumkin emas. Siz har doim ovqatlanishingizni oqsil va qisman uglevod va yog'lardan iborat qilishingiz kerak. Bular haqida yana ham to'liqrog'ini keyingi videolarda yoki avvalgi videolardan izlashingiz mumkin bo'ladi. Uchinchi usul esa bu ovqatlanish orasidagi interval. Ovqatlar orasidagi vaqt juda ham muhim bo'lib hisoblanadi. Ya'ni ertalab siz soat 8 da ovqatlandingiz. Nonushtani ertalab 8 da qildingiz. Endi peshinni borib 12 dan keyin qilishingiz shart. Siz har 2 soatda nimadir yeydigan bo'lsangiz, shunchaki qonda qand darajasini skachoklariga, ya'ni o'ynashiga sabab bo'lasiz. U ko'tariladi, tushishga ulgurmasidan siz yana ovqat yeb qo'yasiz, yana undan balandroq bo'ladi, yana normaga tushishga ulgurmasdan yana ovqat yeb qo'yasiz, u yana balandroq bo'ladi va qarabsizki, sizda qandni boshqarish bilan bog'liq muammolar paydo bo'ladi. Shunday ekan, ovqatlar orasidagi interval juda ham muhim. Ertalab soat 8 da nonushta qildingizmi? Demak, tushlikni обязательно 12 dan keyin, 12-1 orasi qilasiz. Kechki ovqatni esa 18-19 orasi bo'lishi shart. Juda ko'pchilik aytadi, kechasi qornim och qoladi. Nima qilay, doktor? Demak, kechasi qorningiz och qoladigan bo'lsa, birinchidan kechasi vaqtliroq uxlash qoidasini qo'ying o'zingizga. Chunki kechasi qancha kech uxlaydigan bo'lsangiz, miya ishlamasa energiya talab qiladi va bu energiyani siz ovqat orqali berishga majbur bo'lasiz. Demak, shunday ekan, iloji boricha sizga qandli diabet tashxisi qo'yilganmi, kechqurun 22:00 dan kech qolmagan holatda uxlashingiz shart. 22:00 da uxlash uchun esa kechki ovqatni 19:00 dan kechiktirmagan holatda ovqatlanishingiz shart. Kuniga esingizdan chiqarmang. 3 martadan ko'p ovqatlanish shunchaki qonda qand darajasini oshiradi xolos. Chunki buncha ko'p iste'mol qilingan kaloriyani siz sarflab ulgurmaysiz. Agar siz sportsmen bo'ladigan bo'lsangiz, agar siz og'ir mehnat bilan shug'ullanadigan bo'lsangiz, mayli 3 marta emas, 5 marta, ya'ni orada kichik porsiyali nimalardir iste'mol, ya'ni yengil sabzavotlarga asoslangan nimadir narsa tamaddi qilib olishingiz mumkin. Lekin agar siz sportsmen yoki og'ir ishda ishlamaydigan, shunchaki uyda dam oladigan, shunchaki ofisda dam oladigan bo'lsangiz, siz uchun intervalli 3 marta orada vaqt tashlagan ovqatlanish usuli muhim hisoblanadi. Shunaqangi foydali va ilmiy asoslarga ega bo'lgan ma'lumotlar uchun hoziroq menga obuna bo'ling va meni kuzatishda davom eting. Qo'llab-quvvatlang va kommentda sizni qiynayotgan muammongizni bemalol yozib qoldirishingiz mumkin. Keyingi videolarimiz aynan sizni muammongiz to'g'risida bo'lishi mumkin. Sizga sog'lik va omonlik tilagan holda siz bilan xayrlashaman.